Assalomu alaykum. Bugun sotuvda kanal obunachilari. Bugun biz demak Aranchaga kelganmiz. Chirchiq shahridagi Arancha mahallasiga kelganmiz. Bu yoqda bitta uchastkamiz bor. Xudo xolasa hozir sizlarga mana shu uchastkamizni obzor qilib ko'rsatib beramiz. Ketdik bo'lmasa. Xo'p, kirganinglarda ko'rishinglar mumkin. Mana bu yoqda. Xo'p, bu yoqda agarodlari, o'tlarni o'sib ketganiga ahamiyat bermaysizlar. Bu yoqda hozir hech kim turgani yo'q. Mana bu yoqda katta ko'rishinglar mumkin, hovlisi bor. Hovlisi bu yoqqa ham o'tgan. Mana bu yoqda o'zini egasining narsalari qolib ketgan. Uni olib ketishadi. Xo'p. Endi eng muhimi uyga ichiga kirib ko'ramiz. Ko'rasizlar, akfa oynalar qo'yilgan. Akfa oynaga mana eshiklari ham mos qilib, chiroyli qilib qo'yilgan. Ichkariga kiradigan bo'lsak, xo'p, ichkarida mana ko'rishinglar mumkin, katta koridori bor. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta xonaga bo'linib ketgan. Endi birinchi xonadan boshlaymiz. Bu yoqda shunday kirganinglarda chap qo'lda oshxonamiz joylashgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, oshxonamizda ko'rishinglar mumkin, o'zini gaz plitalari, kir mashinalari, xolodilniklari bor, hammasi qoladigan. Xo'p, bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu yoqda sanuzellari joylashgan. Sanuzellari отдельно qilingan, ya'ni mana sizlarga yoqib ko'rsataman. Mana ko'rishinglar mumkin. Sanuzellari chiroyli, yangi qilingan, hali foydalanilmagan. Xo'p, bu yoqda hojatxonalari joylashgan ekan. Mana. Bu ham yangi hammasi. Ana endi xonalarga o'tamiz. Bu yoqda yana bitta xonalari bor. Bu yoqni spalni qilsalar bo'ladi. Spalni qilib tursalar bo'ladi. Bluetooth'lari ham bor ekan mana. Xo'p. Endi bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqda ham yana bitta xonalari bor. Ko'rishinglar mumkin. Hamma joyi abo'y qilingan, chiroyli, akkuratni, yangi remontdan chiqqan. Xo'p, bu yoqda mehmonxonalar. Mehmon kutish uchun juda ham ajoyib joy. Mehmonxonada yana bitta xonaga kirib ketiladi. Mana bu yoqni ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana. Bu xonamiz ham bor. Bu yoqni o'zingizga отдельно xona qilib qo'ysanglar ham bo'lar ekan. Xo'p. Bu uyimiz ko'rasizlar, yo'l bo'yida joylashgan. Mana bunday yo'l kelayotgan bo'lsa, o'sha yo'lni o'ng qo'lida joylashgan. Bu yoqdan Chorvoqqa ketsanglar bo'ladi. Bu yoqdan bemalol Go'rpark tomonidan bozorga chiqib ketsanglar bo'ladi. Lokatsiyalari yaxshi joyda joylashgan. Xo'p. Ana endi bu uyimiz agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlar bor, o'sha raqamlarga bog'lanishlari mumkin bo'ladi. Yoki-da bizani o'zimizni kanalga yozsa, Instagram kanalimiz ham bor, o'sha kanalga yozsa, biz o'zimiz javob qaytaramiz va narxini bilmoqchi bo'lsanglar, bemalol telefon qilib gaplashishinglar mumkin.